Assalomu alaykum. O'rtoqlar, biz bugun Chimkentdamiz, mana Akram akaning xonadonida bugun konsert bo'ldi. Konsertdan keyin mana uylarga kelib o'zimiz o'tiribmiz. Mana Manzura ham shu yerda ekan. Manzura yo'lda hamma mendan so'rayapti. Opa qayerga ketyapsiz? Chimkentga desam. Men Shahnoza. Qani Shahnozam mana. Ham shu yerda kel. Manzurani to'yiga ketyapsizmi dedim. Aytdim. Yo'q, Manzurani to'yi bo'lyaptimi desam, men Manzurani to'yi bo'lyapti. Kelsam Manzura shu yerda ekan rostdan. Moqchiman, fursatdan foydalanib Manzurani tabriklayman. Juda ham yaxshi ko'raman. Shu yoshga yo'ligi bir xil aytayapti-da, shuncha yurdi. Siz ham bitta narsa aytish kerak. Shu paytgacha kelishingiz bo'lmaydi. Har xil gap so'zlarsiz. Haligi odam o'zini chestini ushlab, haligi xalq o'rtasidagi hurmatini ushlab, o'zini chestini ushlab, haligi xalq o'rtasidagi hurmatini ushlab kelish ham o'zi bo'lmaydi. Baxtga loyiq, o'ylaymanki, baxtga sazovor. Bu hammasi Allohning irodasi, Allohning aytgani bo'ladi. Shu yozilgani shu ayt deganda endi Manzura. Sen tabriklayman. Rahmat. Sen baxtga loyiqsan. Bilan baxtli bo'lgin kuyov bola bilan. Xudo xolasa davomiy bo'lsin. Ana shu bo'lsin farzandda birin-ketin bo'laversin. Amin. Hammaga adamni eng yaxshi ko'rgan akalarimdan biri siz edingiz. Bizlarga bir duo bersangiz inshaalloh. Allohimdan so'rayman. Xudo zamon bilagimni bergan haqqa Xudo bilagimni shu xonadonimda, shu bir xonamda har bir insonlarga bergan fotihalarim, potalarim, duolarim har doim qabul bo'lgan.